Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan juda ham aktual bo'lgan mavzu manipulyatsiya san'ati haqida gaplashamiz. Xo'p, bugunda javob beradigan savollarimiz manipulyatsiya o'zi nima va undan qanday himoyalansa bo'ladi. Bugungi dasturimizda shular haqida gaplashamiz. Birinchi savol, manipulyatsiya o'zi nima? Mana masalan, oldingi zamonlarda odamlar jangga chiqqan paytda ularning so'tlarini qayerda nozik bo'lsa, o'sha yerga raqib ko'proq zarba bergan. Manipulyatorlar ham xuddi shunday, faqat ular bizni emotsional nozik joylarimizga yoki nozik nuqtalarimizga zarba berishadi. Dunyodagi eng oddiy manipulyatsiya ota-onalarimiz bizga qiladigan manipulyatsiyalar. Masalan, biror bir ishni qilganimizda ota-onamiz bizni shunchaki maqtaydi yoki nimadir ishni qilsang, mana shu narsani olib beraman deyshadi. Xo'p, bu ham bir manipulyatsiyaning turi, chunki ota-onalarimiz bilishadi bizni qaysi tomonimiz nozik, ya qaysi emotsional tomonimiz yuqori yoki qaysi biri past. Shu narsalarni juda ham yaxshi bilishadi. Ikkinchi savol, ular qanday kiyinishadi va hayotda qanday ko'rinishadi? Odatda ularning psixologiyasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, birinchidan, ular doimo ozoda kiyinishadi va noodatiy stillarda bo'lishadi. Ikkinchidan, manipulyator odamlar juda ham yaxshi gapirishadi va sizni gap bilan mot qilishga doimo tayyor. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosish va podpiska olishingiz esingizdan chiqmasin. Agar siz manipulyator bilan talashmoqchi bo'lsangiz, men sizga buni umuman maslahat bermayman. Chunki ular sizni ikkinchi yoki uchinchi gapini o'zida mot qilgan bo'ladi. Va nihoyat oxirgi savol. 3 ta manipulyatsiya turi va undan qanday himoyalanish mumkin? Birinchi manipulyatsiya turi emotsional manipulyatsiya. Ularni asosan qizlar bolalarga yoki bolalar qizlarga ishlatadi. Mana masalan, kim bilandir gaplashgansiz yoki kimdir siz bilan gaplashgan va siz uni tashlab ketib turgan paytingiz u sizga mana shunaqa gaplarni aytgan bo'lishi aniq. Men sen ketsang o'zimni o'ldiraman yoki seni o'ldiraman yoki xullas shantaj qilish. Masalan, manipulyatsiyadan qanday qutulish mumkin yoki qanday o'zini himoya qilish mumkin? Asosan manipulyatsiyalarda sezishni boshlashingiz bilan undan qochish sizga eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Undan boshqa yo'l yo'q. Ikkinchi manipulyatsiya turi passivniy manipulyatsiya. Xo'p, bu manipulyatsiya turida u manipulyator sizga nima qiladi? Birinchidan, u sizni ayblaringizni to'g'ridan to'g'ri sizni yuzingizga aytadi va ikkinchidan, sizni kamchiliklaringizni aytib, ustingizdan masxara qiladi va ochiqdan ochiq sizni qanaqadir suhbatga taklif qilmaydi va siz uni taklif qilgan paytingiz sizni shunchaki rad qiladi. Uchinchi manipulyatsiya turi gazlayting deb nomlanadi va unda manipulyator sizga qanaqadir va'da bergan bo'ladi yoki qanaqadir ishni siz bilan birga qilish uchun kelishuv tuzgan bo'ladi. Lekin u o'sha kun kelganda yoki o'sha vaqt kelganda u sizni shunchaki ignor qiladi va sizni fikrlaringiz va xotirangizga shubha bilan qarashga majbur qiladi. Mana masalan, u sizga nimadir olib berishini aytgan, lekin o'sha kun kelganda u sizga hech nima yozmaydi va hech qanaqa gapirmaydi. O'zingiz undan so'ragan paytingizda u sizni yo'q, unaqa emas edi, sen vaziyatni noto'g'ri tushungansan, aslida bunaqa edi deb sizni xotirangiz bilan o'ynashga harakat qiladi va sizni xotirangizga shubha bilan qarashga majbur qiladi. Bu manipulyatsiyadan qanday qutulish mumkin? Oddiy shartnoma tuzish, qog'ozli shartnoma yoki u yozgan gaplarni skrinshot qilib o'ziga tashlab berish. Bundan boshqa yo'li yo'q.